Mashinangiz ichida video olganimizda ko'pchilik aytdi, "Aka, siz Matiz haydingizmi?" Xuddi hayron bo'lib yozibdi-da. Ne Matiz aka? Endi ko'pchilik ani qichiq-qichiq mashinalarda chiqqaniga ham, "Aka, xullas-chi mana bunaqa narsa, mashina muhim emas-da." Men uchun. Hozir men 15 ming, 20 ming dollarga mashina olasiz-da. Mana ertalab kelaman, mashina turadi, yoki mana turadi, turaveradi, bo'ldi. Boshqa qiladigan ish yo'q-da. Undan ko'ra menga o'sha 15 ming, 20 ming dollar ishlagani yaxshi. Оборот bo'lgan yaxshi. Shunaqa tushunchalar. Sababi, o'sha pul menga pul olib keladi. Bu nima olib keladi? Turaveradi mana bu yerda. Yetolsangiz bo'ladi, manzilga. Hatta ortiqcha bo'lsa, uyimda turadigan narsa bo'lsa, jonim bilan olaman mashina. Sizga ham yoqadi, misol uchun. Boyiga yoqadi, yaxshi mashina. Просто menga nima kerak hozir? Ishim mashinada. Uy qurish kerak, boshqa qilish kerak, uchastka o'zini fikri bo'ladi, o'ylaydi. Bu muhim emas, ichida yurgan odam muhim deydi. Mashinada nima qilib beradi? Atak Matiz zamonasida yozilgan. Endi bilib 180. To'xtab qoladi-yu mashina. Yoqadigan joy. To'xtab qolganda 500 ming deb xarajat. Patallok. Oshib kelsa 500 ming bilan yana ketdingiz. 1,5 yil.